Bundan oldingi videomizda Matiz avtomobilini motorlarini, ponni chachilish jarayonlarini olgandik akalar. Hozirda mashinamizni yurgizib qo'yganmiz, motor sistemalarini yig'ib oldik akalar. Akalar, mashinamizni tayyorlab olganmiz. Mashinamiz chiroq holatda, antirishlarini, g'acholarni yangilab berdik. Ponni motor sistemalarini go'zal holatda yig'ib chiqarib beryapmiz akalar. Motorlarni chachilishga baho berasiz akalar. Juda go'zal holatda ishlayapti akalar. Motorimiz qilgan sababini hozir sizlarga tushuntirib ketaman. Mashinamizni olib kelishganda akalar, mashina zavod bo'lib turganda gaz bosganingizda tak 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 ovoz chiqib qolgan akalar. Bu mashinaga motor diagnostikasini qo'ydik va motorlarni ochganimizda akalar, ko'rishingiz mumkin, shatumda yog' kanalini ko'ryapsizlarmi? Yog' kanali to'lib qolgan, yog' aylanmay qolgan akalar. O'zi bunaqa bo'ladi. Teshiklari ochiq bo'ladi, yog' aylanadigan bo'ladi. Bunda teshiklari to'lib qolgan, kiladish yemirilib turib, o'sha teshiklarni to'ldirib qo'ygan akalar, yog' aylanmasdan motorlari taqillangan ovozlar chiqib qolgan. Bunga sabab akalar moy quygani, sifatsiz moy quygani akalar. Bitta zamina maslahatchisiga borgan akalar, Sebastianning garantiyali moylardan quyib berardik. Bu mashinamizga bitta zamina maslahatga uzoqroqda bo'lgani uchun zamina maslahat qilish kerak edi. Zamina maslahat qildirgan borganlarda aka, hozir yozgi kunida qo'yroq moy quyish kerak deb tavsiya berishgan. Zamina maslahatchilar o'zi 10 ga qarab moylarda yuradigan mashina, общий moy rasxodlari yo'q bo'lgan mashinani o'zi postoyanno ko'rib yuraman bu mashinani. 20 ga 50 moy quyib bergan, 20 ga 50 moy o'ta qo'yib moy bo'lgan. Hozirda o'sha teshiklariga, moy kanallariga kirib ulgurmagan, taqillangan ovozlar chiqib, shu kiladish yeb turib, bir yo'li motorlari shaqillab ketgan. Hozirda motorlarini sachib, chiroyli holatda yig'ib chiqarib beryapmiz akalar. Chiroyli holatda mana yurgizib, tayyor qilib qo'yganmiz egalariga topshiradigan paytlari. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Vodiy avtoservisga murojaat qilaverasizlar. Ishlaringiz sifatli, a'lo darajada yetkazib beramiz. Profilga obuna bo'lishni unutmanglar, joningiz sog' bo'lsin.